Tramp Eron bilan kelishuv yaqinligi haqida 37 martadan ortiq bayonot bergan. Albaniya sotilmaydi. Tramp kuyovining milliarderlik loyihasiga qarshi minglab odamlar namoyishga chiqdi. Liviyada 300 dan ortiq muhojir o'g'irlab ketildi. Ularga ichki a'zolarini olish bilan tahdid qilindi. Tramp Eron bilan kelishuv yaqinligi haqida 37 martadan ortiq bayonot bergan. AQSh prezidenti Donald Tramp kamida 37 marta Eron bilan tez orada kelishuv tuzilishi mumkinligini ochiq bayonot qilgan. Bu hisob-kitoblarni CNN telekanali e'lon qildi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, bu kabi bayonotlar ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy chiqishlarda va off bergan intervyularda yangragan. Ularda Tramp yoki kelishuv yaqinligi haqida gapirgan yoki Eron kelishuvdan manfaatdor ekanligini bildirgan. Telekanal ta'kidlashicha, bunday bayonotlar ilk bor 23-mart kuni yangragan, eng so'nggisi esa 8-iyun kuni bo'lgan. Unda prezident kelishuv 2 hafta ichida bo'lishi mumkinligini bildirgan. CNN bu bayonotlarga shubha bilan qarab, ularning ayrimlari moliyaviy bozorlarga ta'sir qilish yoki vaziyatni haddan tashqari optimistik baholash bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ham qayd etgan. Albaniya sotilmaydi. Tramp kuyovining milliarderlik loyihasiga qarshi minglab odamlar namoyishga chiqdi. AQSh prezidenti Donald Trampning kuyovi va sobiq maslahatchisi Jared Kushner tomonidan ilgari surilgan milliardlab dollarlik kurort loyihasi Albaniyada ommaviy noroziliklarga sabab bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, Trampning kuyovi Jared Kushner asos solgan Affinity Partners investitsiya kompaniyasi 1,4 milliard yevrolik loyihada ishtirok etmoqda. Ekologlar va mahalliy aholi qurilish ishlari noyob tabiiy hududga, jumladan minglab flamingolar yashaydigan va migratsiya vaqtida to'xtaydigan Vjosa Nata lagunasiga zarar yetkazishdan xavotir bildirmoqda. Qurilish ishlariga tayyorgarlik ko'rilishi va og'ir texnikaning hududga kiritilishi mahalliy aholi noroziligini yanada kuchaytirgan. Namoyishchilar bosh vazir Edi Rama idorasi oldiga to'planib, hukumatni loyihani to'xtatishga chaqirgan hamda Edi Rama iste'foga chiqing degan shiorlarni ko'targan. Jared Kushner mazkur kurort loyihasini 2024-yilda e'lon qilgan edi. Biroq Albaniyadagi loyiha ham avvalroq Serbiyada rejalashtirilgan investitsiya tashabbuslari kabi jamoatchilik va ekologlarning keskin qarshiligiga duch kelmoqda. Liviyada 300 dan ortiq muhojir o'g'irlab ketildi. Ularga ichki a'zolarini olish bilan tahdid qilindi. Liviyada Buyuk Britaniyaga yo'l olgan 300 dan ortiq noqonuniy muhojir o'g'irlab ketilib, garovda saqlangan. Bu haqda BBC telekanali xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Iroq Kurdistonidan yo'lga chiqqan yosh muhojirlar 2025-yil yozida Liviyada qo'lga olingan. Jinoyatchilar ularning har biri uchun $5000 tovon puli talab qilgan va pul berilmasa, ichki a'zolarini olib tashlash bilan tahdid qilgan. Asirlar og'ir sharoitlarda saqlangan. Ular kichik xonalarga yuzlab odam bilan bir vaqtda qamab qo'yilgan, kam ovqat berilgan, muntazam kaltaklangan. Ayrim hollarda qiynoqlar videoga olinib, ularning oilasiga yuborilgan. Garovdagilardan biri 178 kishi bitta kamerada saqlanganini aytgan. Yana bir 16 yoshli o'smir esa oylar davomida quyosh nurini ko'rmaganini bildirgan. Kamida bir muhojirning vafot etgani tasdiqlangan. Ozod etilgan ayrim shaxslarning tanasida jarrohlik amaliyotiga o'xshash izlar aniqlangani, ichki a'zolar olib tashlangan bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirgan. Biroq bu holat rasman tasdiqlanmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, muhojirlarni Yevropaga olib o'tishni va'da qilgan kontrabandachilar tarmog'i ularni Liviyaga yetkazgan. Keyinchalik qurolli guruhlar bilan kelishmovchiliklar oqibatida muhojirlar garovga aylangan. Kurdiston mintaqaviy hukumati voqeani tasdiqlab, fuqarolarni noqonuniy migratsiya yo'llaridan foydalanmaslikka chaqirgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.